Ikki xona, uch xona qilingan 100 metr kvadratga ega bo'lgan uyimizni obzoriga kelganmiz. Uyimiz Novostroyka uylardan Kola magazinni ko'chasida joylashgan G'ijduvon Shashlikda orqasidagi uylardan hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bu kirib kelish eshigimiz. Kirib kelganimizda bizlarni mana shunaqangi katta perxojinli qismi kutib oladi. Mana shu yerlarni o'zi ham juda ham katta metr kvadratni o'z ichiga oladi. Kirganimizda o'ng tomonda birinchi xonamiz joylashgan. Xonamizni o'zi juda ham katta zal qismi. Mana bu yerga bitta 65 talikmi, 75 talik televizor qo'ysanglar, xonamiz ajoyib remont qilingan uylardan hisoblanadi. Mana bu yerdan esa tashqari lokatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Mashinalarni tomosha qilib o'tirasizlar. Xonamizda gilam pardalar har bitta xonaga chiroyli zo'r qilib qo'yilgan yangisidan. Bu esa kirganda to'g'ridagi sanuzel qismi. Bu yerda hojatxonasi ham bor, suv yomg'isilar o'rnatilgan, nasoslar o'rnatilgan. Bu yerga bitta kirmoshini qo'ysanglar, ish hal bo'ladi. Bu yer esa hojatxonasi. E'tibor bersanglar, bu yoqda ikkita hojatxonamiz bor. Bu esa ikkinchi xonamiz bo'ladi. Spalniy sifatida foydalansanglar bo'lar ekan. Ko'rishingiz mumkin, gilamlari, pardalari yangi, hamma narsa yangi qo'yilgan, yangi remontdan chiqqan. Faqat o'zlaringiz yashaysizlar birinchilardan bo'lib. Bu yer esa proyekt bo'yicha oshxona bo'lgan, oshxonani balkonga ko'chirilgani. Oshxonani o'zi ham, mana ko'rishingiz mumkin, kattagina bitta xona. Mana bu yerga yana bitta televizor qo'yib, TV zona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda esa kuxonli mebellar qo'yilgan, balkon qismi bu. Do'q konturning katyonlari bor. Yetmaganiga bu yerda ham kuxonli mebellar qilingan ekan. Uyimizni ko'rdinglar, mana shunaqangi chiroyli remont qilingan. Umuman kamchiligi yo'q, faqat mayda-chuyda kiyim-kecha yana mebellaringizni qilib bemalol yashaversanglar bo'ladi. Uyimizning narxi 1 metr kvadratiga 5 million 800 ming so'mdan 100 metr kvadratli uy uchun 580 million so'm so'rashmoqda egalari. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldirganmiz. Aloqaga chiqsanglar, o'zimiz kelishilgan narxlarda olib beramiz.